Assalomu alaykum yana bir bor. Demak, bugungi darsimiz 10-dars. Ya'ni qayta sotuvlar darsi. O'tgan 9-darsda biz buyurtmalar bo'limini ko'rib chiqqan edik. Bu nimalardan iborat? Narxlar haqida ma'lumot bergan edik. Endi bugungi 10-darsimizda qayta sotuvlar bo'limi haqida ma'lumot beramiz. Ya'ni qayta sotuvlar bo'limini o'rganamiz. Xo'p. Qayta sotuv nima kerak deganda, qayta sotuv bu doimiy qadrdonki eski mijozlaringizga o'zingizni mahsulotingizni muntazam ravishda, ya'ni har yil, har oy, har hafta sotish orqali daromadni oshirish degan. Misol uchun siz keling moy biznesi bilan shug'ullanasiz, ya'ni avtomobillarga moy quyish shoxobchangiz bor. Va men o'z avtomobilimni har 60 ming kilometrda moyni sizga borib almashtiraman va 60 ming kilometrni bosib o'tish uchun menga 1 oy vaqt yetadi. Tasavvur qilib aytsak, demak, har oy sizga xabarnoma, bildirishnoma keladi, ya'ni uydanmeni mana shu odamni moy almashtiradigan vaqti bo'lib qoldi deb. Va menga SMS keladi, moy almashtiradigan vaqtingiz bo'lib qoldi. Shu orqali biz qayta sotuvni avtomatlashtiramiz. Interfeys tomoniga keladigan bo'lsak, demak, bizda nimalar bor? Bizda hammasi bo'limi bor, ya'ni hamma mijozlar, qayta sotuvga keladigan mijozlarning hammasi bu yerda ismini qidirish mumkin, bu yerda saralash mumkin, filtratsiya qilish mumkin. Ya'ni qolgan pullariga nisbatan yoki ID'si, ism familiyasiga qarab alifbo tartibida saralash mumkin, o'rnini almashtirish mumkin. Demak, hammasi bo'limi bor. Bu yerda mijoz ismi, nimalar, qanaqa tovar kerak, necha kun muddat qoldi yoki o'tib ketdi, bajarilgan, bajarilmaganligi kutilmoqda degan holatlar, ustuvorlik degani mijozlarni kategoriyaga bo'lib chiqish. Ya'ni ayrim mijozlarga nemedlenniy xizmat ko'rsatish kerak, ya'ni ularni oladigan tovari, misol uchun sizdan summasi juda ham katta, ularni qiladigan biznesi ham seryozni biznes. Ya'ni sizga o'sha tovarni yetkazib bermasangiz, ularga moddiy jihatdan zarar yetkazishi mumkin. Shuning uchun ular ustuvorlikka ega. Demak, bu yerda hamma mijozlarimiz kutilayotgan mijozlar, ya'ni sizdan tovar yetkazib berishni kutayotgan mijozlar, tovar yetkazib berilgan mijozlar va tovar yetkazib berish bekor qilingan mijozlar. Ya'ni undan buyog'iga sizdan doimiy tovar sotib olmaydi. Demak, ko'rib turganimizdek, belgilash mumkin. Bajarildi deb belgilash desangiz, demak, hamma mijozlar bajarildi. Yoki ayrimlarni ularga biz mahsulot yetkazib berdik, endi bular bu yerda ko'rinmaydi. Endilikda sizga ular tomonidan uydanmeni endi keyingi safar, shu bilan balki 1 oydan keyin, 2 oydan keyin kelishi mumkin. Bu yerda qolganlar esa uydanmeni sizga kelib bo'lgan, 76 kun oldin, 35 kun oldin, 34 kun oldin, 28 kun oldin sizga bildirishnoma kelgan va kutib turibdi bajarilishi. Demak, bugungi 10-darsimizda biz qayta sotuvlar bo'limini ko'rib chiqdik. O'zi bu yerdagi menyular nimani anglatadi va qanaqa belgilash, qanaqa saralash, nisbatan tushunchalar, ya'ni yangi mijoz qanaqa qo'shish haqida tushunchaga ega bo'ldik. Endi keyingi darsimiz, 11-darsimizda biz ommaviy SMS'lar, ya'ni kampanyalar bo'limiga qanaqa kampanyalar yaratish va ulardan qanaqa foyda olish haqida ma'lumotga ega bo'lamiz. Hammaga rahmat, keyingi darslarda ko'rishguncha.